Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Biz hozir Vom Deluxe Antalya Alayna shahridagi oteldamiz. Hozir o'rtadamiz. Lobbi yo kirverish, lobbi o'ng taraf. Bu yerda turli sotadigan narsalar bor. Lift, polniy korpus. Shu korpus, pastda brendoviy do'konlar bor. Bu yerda kichkina restorani bor ekan. Bu yerda kiraverishdagi choy, kofe, hamma narsa birga qiladigan joylari bor. Hop. Bu halol otel bo'lgani uchun buni ichida o'zini masjidlari bor, aniqlari bor, hamma narsa bor. Erkaklar, ayollar uchun отдельно qilingan. Hop, bu restoranchasi. Mana shu restoran, polniy restoran. Endi hozir hali to'liq ochilmagan, tayyorgarlik qilyapti. Shu vaqtiga ochiladi. Keyin uni ham obzor qilamiz, xudo xolasa. Hozir birinchi ko'rinishi shu. Sizlar bilan aloqa qolinglar. Seven Day Travel Vom Deluxe'da.